Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan front-end bo'yicha boshlab qo'ygan darsimizni 20-darsi va CSS ning asoslari to'g'risida ketayotgan navbatdagi darsimiz. Unday bo'lsa, boshladik. Bugun nimalar o'tiladi? Bugun sizlar bilan juda muhim mavzu hisoblanadi, chunki saytlar tuzilishi asosiy shularga bog'liq, saytlarda joylashuvi shular bergan razmerlarga bog'liq. Demak, bugun box model, content, border, padding, margin. Shular nima? Shularning farqlari. Shularni bir-biridan ajratib olishi nimalar qilish kerak? Aynan bu videodan so'ng, albatta bu darsdan so'ng ishonamanki, siz bularning farqlarini yaxshigina bilib olasiz. Demak, mana bu rasmga qarasak. Bu yer content. Contentda asosiy biz yozgan narsalar. Biz veb-saytimizga joylashtirmoqchi bo'lgan rasmmi, videomi, tekstmi, matn yoki menu shunga o'xshagan narsa aynan mana shu yerda deb hisoblaysiz. Padding esa bular qolganlari bizga ko'rinmaydi. Padding border ko'rinadi. Border qo'yishdi o'tdik darsda, ya'ni atrofiga qutiga o'xshatib chegara qo'yishdi. Aynan padding bilan margin shularning farqi. Padding bu border bilan contentni orasidagi masofani kattalashtirib yoki kichalashtirib bersa, masofani qanchaligini bilib olish uchun kerak bo'ladi bizga padding. Margin esa border bilan asosiy brauzerda atrofidagi razmerlar, ya'ni qayerda joylashishi aynan margin. Padding esa border bilan contentni orasida. Buni endi amaliyotda tushuntirib o'taman, yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun. Uning uchun bu yerga kiraman, tayyor mana index.html. Nima uchun index deb oldim? Sababi bu fayllarda endi siz misol hostingga yoki keyinchalik onlayn qilmoqchi bo'lsangiz veb-saytni, albatta bu index bilan, ya'ni asosiy qismi index.html deb nomlanishi kerak. Boshqa nom qo'yish umuman to'g'ri kelmaydi. Sababi hosting indeksni qidiradi. Albatta style CSS bo'lishi ham kerak. Va bu yerda endi men CSS ni ulab olaman. Link style sheet style.css Ctrl+S qilib saqlanib qo'yaman. Endi sizlarga tushunarli bo'lish uchun men matndan foydalanaman. Matn qo'yaman. Bu yerda matn tayyor yozib qo'yganman. Ctrl+C ya'ni copy va bu yerga paste. Ctrl+S. Va endi style yordamida shu matnga men ko'rinish beraman. Misol color bo'lsin. Ctrl+S. Aynan bu birorta rangda kodi. Bunaqa kodlar internetda ko'p, qidirsangiz chiqadi. Va aynan shuni endi brauzerda ochib ko'raman. Oq rang berib yuboribman. Bu yerda Ctrl+S. Sarg'ayib ketdi. Hop, mayli. Blueberry qo'yaylik. Sizlarga yozib ko'rsatmoqchi bo'lgan sababi aynan bu kodlarni yodlab olmaysiz, ya'ni tayyor internetda olib foydalanishingiz mumkin, raqamli, ya'ni alohida ishlab chiqilgan ranglarni kodini. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu men bu content hisoblanadi. Endi shunga border beraman. Border bo'lsin 2 piksel bo'lsin, solid bo'lsin, ya'ni to'g'ri chiziq bo'lsin va borderning rangi green bo'lsin. Ctrl+S refresh. Va mana ko'rib turganingizdek border berildi. Endi sizlarga tushuntirib o'tmoqchi bo'lsam, padding bersam, padding beraman. Misol padding 20 piksel. Ctrl+S. Va mana ko'rganingizdek qayeri o'zgardi. Padding berdim, hamma tarafdan 20 pikselga surdi. Ya'ni 20 pikselga surildi. Mana bu yerda joy ajratildi. To'rala tarafdan ham. Aynan mana shu yerga padding berganim sabab mana shu yer ochildi. Endi margin bersam, margin
20 piksel. Ctrl plus S. Margin berdim. Ko'rib turganingizdek, bu yerda content o'zi o'zgardi. Ya'ni bu tashqi tarafidan 20 pikselga ajraldi. 20 pikselga joylar ajratildi. Padding demak, mana bu content bilan border, margin esa border bilan mana bu brauzerdagi joy. Ana shunda ajratiladi, joy ajratiladi. Endi padding bu yerda 20 piksel berdim. Hamma tarafidan berib tashadi. Lekin men faqat misol uchun padding top bo'lsin, ya'ni padding tepadan menga text pastga tushsa 50 piksel. Ctrl plus S. Mana ko'rib turganingizdek, faqat tepadan ajratildi. Ya'ni faqat tepadan ancha joy pastga tushdi. Endi padding right, ya'ni o'ng taraf. Bu yoqdan 30 piksel bo'lsin. Ctrl plus S. Va mana bu tarafdan 30 piksel oldu. Endi padding left 40 piksel olsun bu yoqdan. Ctrl plus S. Va mana bu yoqdan 40 surildi. Endi padding bottom degani ham bor. Bu padding bottom bular hammasini pastidan beradi. Padding bottom. Ctrl plus S. Yana bu yerda piksel qolib ketibdi. Ko'proq bunda piksel ishlatiladi. Foiz, em ishlatib boshingizga qotirib o'tirishga hojat yo'q. Mana ko'rganingizdek joy ajratildi. Endi xuddi shuni marginda qilib chiqaman. Margin top hop bo'lsin 100 piksel bo'lsin. Ya'ni ancha pastroq ko'rsin. Margin right bo'lsin menga 50 piksel bo'lsin. Margin left bo'lsin 40 piksel. Va margin bottom bo'lsin 50 piksel. Ctrl plus S. Mana ko'rganingizdek, mana bu kontentimiz mana shu yerga tushib qoldi. Bu yoqdan chap tarafdan 50, o'ng tarafdan 40. Ya'ni mana shunday turgan holatda hisoblanadi. Endi siz birdaniga hamma tarafiga tomon berib ketsangiz, mana bunday qilib top, right, left, bottom qilib o'tirish shart emas. Bular nima uchun chiqarilgan? Misol, ikki o'ng tarafi yoki chap tarafiga siz o'zgartirish kiritmoqchi emasiz, faqat tepaga yoki pastga bo'lsa yozishingiz mumkin. Endi men hammasini bunday qilib yozib o'tirmayman. Uning uchun nima qilaman? Left, tepa, past qilib o'tirmayman-da. Agar hamma taraf razmeri bir xil bo'lsin desangiz, padding margin qilib ketaverasiz. Endi misol men mana padding aynan soat strelkasi bo'ylab joylashadi. Birinchi bo'lib tepaga beraman. Tepadan padding bo'lsin 50 piksel bo'ldi. Va joy tashlayman. O'ng tarafdan bo'lsin menga 40 piksel. Pastdan bo'lsin menga 60 piksel va chap tarafdan bo'lsin misol 45 piksel bo'lsin. Ya'ni ko'rib turganingizdek tepa, o'ng, past va chap soat strelkasi bo'ylab men aynan necha pikselga siljitishimni aynan belgilab oldim. Va mana ko'rganingizdek ana shunday bo'ldi. Endi margin beraman. Uni ham misol tepadan 150 piksel bo'lsin, o'ng tarafdan 100 piksel bo'lsin, pastdan bo'lsin menga 80 piksel, chap tarafdan bo'lsin menga 40 piksel. Ctrl plus S. Va mana ko'rganingizdek, ana shunday bo'lib o'zgardi. Ya'ni yozib o'tirganim yo'q. Top, bottom, left, right qilib. Agar siz alohida bermoqchi bo'lsangiz, albatta buni yozib chiqishingiz shart bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu content bo'ldi. Bu yerda padding berdik buni orasiga, margin esa bu bilan aynan brauzerda orasidagi masofani ana shunday margin padding yordamida o'zgartiramiz. Agar sizlarga margin hamda padding tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta bundan xursandman. Keyingi darslarimizni kuting. Albatta bundan ham darslarimiz qiziqarli va tushunarliroq bo'ladi albatta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.